Hozirgi kunda sotilayotgan 10 ta Captiva'dan kamida 4 ta 5 tasini probegi chopilgan. Ko'pini probegi уже aylanib bo'ldi. Sizlarga sotuvga probegi chopilmagan, salondan bir qo'l haydalgan toza Captiva'ni sotuvga qo'ydik. Nimaga uveriman? Sababi bu qo'shnimning mashinasi noldan o'zi haydagan, bilganim uchun gapiraman. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captiva Tour 2 tor motor bilan jihozlangan, rangi toza oq, bosib o'tgan masofasi probegi rost ekan 156 000 km. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham a'lo darajada. Yaqinda noyabr oyida polностью ходовойlarini qarab, amortizatorlarni alishtirib qo'ygan ekan. 4 ta balon o'shanda taqilgan, yangi yumshoq balonlar, kuzov holati, tekis holati turibdi. Absolyutno toza, bo'yalmagan, bemalol xohlagan ustalarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Krugovoy tonirovka ruxsatlari bilan salon qismlariga keladigan bo'lsak, akkuratniy holatdagi salon, ko'jalari urinib qolmagan, yaxshi holatda saqlangan, hidlanib sasib ketmagan, akkuratniy priятный salon. Shopir sideniyani ham ko'rishingiz mumkin, sal qorong'uroq ekan, ko'jalar yaxshi holatda turibdi. Mashinaning texnik holatlari a'lo darajada, hech qanaqa rasxodlari yo'q, olib haydashga tayyor mashina. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $15,900. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video ostida va video kommentariyasida qoldiramiz. Manzil Toshkent shahar. Videoni Captiva'ni yaxshisini qidirib yurgan tanishligi yuborib qo'yamiz.